Siz. Agar siz teshgachi bo'lsangiz, mana shu videoni saqlab qo'ying, men sizga javob beraman, foydali bo'ladi. Qarshilarda ikki xil turdagi disklarimiz, biri rossiyskiy, biri turetskiy, ikkalovi ham original. Bu qo'l bo'lib olmagan original diskimiz Turkiyani Kotanbao yapı zavodida ishlab chiqariladi. Hozirda donasining narxi $50. Endi mana shu diskimizga qo'shib, istalgan razmerdagi pravilani xarid qilsangiz, diskimizning donasining narxi sizlarga $45 bo'ladi. Undan tashqari, mana shu disklarimizdan set ko'rinishda xarid qilsanglar, bir donasining narxi $43 dan bo'ladi. Bunisi bo'lsa, yasama bo'lmagan rossiyskiy original zavodskoy disk. Bir donasining narxi $80. Bu diskimizga ham qo'shib istalgan razmerdagi pravilani xarid qilsanglar, diskimizning donasining narxi $75 dan bo'ladi. Agar bu diskimizni set ko'rinishda xarid qilsangiz, donasi $73 dan tushadi. Okalar, bu disklarimiz yasama emas, qo'lib olamiz. Hammasi original zavodskoy disklar. Tushunyapsizlarmi? Undan tashqari har bir zapchast xarididan 1,5% cashback ham bor. Kimga shunaqa zapchastlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Dastavka xizmatimiz ham bor. Akalar, bu videoni kimga jo'natishni o'zingizlar yaxshi bilasizlar.